Issiqlik tashuvchining harorati qanday bo'lishi kerak? Teplonositel, ya'ni issiqlik tashuvchining harorati isitish tizimining samarali va tejamkor ishlashi uchun asosiy parametrdir. U isitish turiga, ob-havo sharoitiga va uyning xususiyatlariga bog'liq. Masalan, radiatorlar uchun uy yaxshi isitilmagan bo'lsa, optimal harorat 60-70 gradusni tashkil qiladi. Biroq zamonaviy tizimlarda u yaxshi haroratda 50-60 gradusdan past bo'lishi mumkin. Bu yoqilg'i sarfini kamaytiradi va uskunaning ishlash muddatini uzaytiradi. Iliq pollarda esa pol yuzasini qizib ketmasligi va qulaylikni ta'minlash uchun issiqlik tashuvchining harorati yanada past, ya'ni 35-45 gradus o'rtasida bo'lishi kerak. Kondensatsion kotyollarda esa kotyolning maksimal samarali ishlashi va undan maksimal KPD, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti olish uchun haroratni 50-55 gradus darajasida ushlab turish tavsiya etiladi. To'g'ri sozlangan harorat nafaqat qulaylikni saqlaydi, balki xarajatlarni ham kamaytiradi. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Videoni esa do'stlaringizga ham ulashib qo'ying.